Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlarga Telegramda sozlamalarda kerakli bo'ladigan narsalarni o'rgatib o'taman. Unda videoni oxirigacha kuzating va videoga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi qiziq videolarimiz ham ko'rib borasiz. Unda boshladik. Birinchi narsa chat sozlamalari. Mana bu birinchida turibdi. Shuna kiramiz. Ustiga mana bu xabarlar matnini o'lchami degan yozuvdagi chiziqchani xohlagancha kattartirib, xohlagancha kichraytirsa bo'ladi. Menimcha mana shunisi ma'qul. Endi chiqamiz va maxfiylik va xavfsizlik degan joy bor. Unga kiramiz. Va bu yerda ikki bosqichli tekshiruv qo'ysangiz bo'ladi. Mana birinchida turibdi. Ikkinchida xabarlarni avtomatik o'chirish, uchinchida kod, parol yoki tasvirli kod, bloklangan foydalanuvchilar ko'rsangiz bo'ladi. Keyin qurilmalar. Mana bu yerda mendan boshqa hech kim yo'q. Xo'sh. Endi telefon raqam. Mana maxfiylik. Telefon raqam birinchiga kiramiz. Hech kim qo'yamiz mana. Hech kimga telefon raqamingiz ko'rinmaydi. Endi oxirgi onlaynlik va faollik. Kontaktlarimni belgilab qo'ysak ham bo'ladi. Keyingisi profil rasmlar. Hammaga turaversin, chunki hammaga ko'ringani yaxshi. Keyin uzatilgan xabarlar ham hammaga. Endi chaqiruvlar. Chaqiruvlar ham hammaga turgani yaxshi. Yana o'zingiz bilganingizni qilasiz. Masalan, chaqiruvlar hech kimga qilib qo'ysangiz, hech kim sizga Telegramdan qo'ng'iroq qila olmaydi. Qo'ng'iroq qilib bezovta qila olmaydi yoki kontaktlarimga qo'ysangiz, faqat kontaktlaringiz qila oladi. Men hammaga qo'yib qo'yaman. Keyin bu narsalar uchun ovozli narsa anaqalar yoqish uchun premium kerak bo'ladi. Keyin tug'ilgan sana hammaga qo'yib qo'yasiz. Foydalanuvchi qo'shish. Xo'sh. Xullas men o'zimni tug'ilgan sanamni qo'shganman. Boshqalarga ko'rinadi. Keyin tarjimai hol. Mana bu yerga men o'zimni anaqamni yozganman. Tarjimai holni yozib qo'yganman. Hammani belgilab qo'yganman. Takliflar. Takliflar hammaga ko'ringani yaxshi. Men hammaga qilib qo'yganman va chiqamiz. Xo'sh, endi yana nimalar bor? Bildirishnoma va tovushlar. Bildirishnoma, guruhlar, kanallar, masalan, guruhlarni o'chirib qo'ysak, guruhlardan kelgan xabarlarga telefoningizga hech qanaqa bildirishnoma berilmaydi. Mana bunaqa xabarlar kelmaydi. Yoki kanallarni o'chirsangiz, kanallar ham xuddi shunday bo'ladi. Lekin men guruhlarni yoqib qo'yaman. Hikoyalar o'chiq turibdi, reaksiyalar ham yoniq. Keyin tebranish. Tebranish menimcha kerak emas. Ringtone. Yo'q, bu ham kerak emas. Nishon belgisini ko'rsatish. Xullas shunaqa narsalar ham bor. Keyin yana nimalar bor? Tilni tanlasangiz bo'ladi, o'zbekcha. Menga o'zbekchaga turibdi, yana boshqa davlatga qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin xullas shunaqa narsalar mavjud va asosiy narsalardan biri ma'lumot va xotira. Mana shu. Shunaqa kirib olamiz. Mobil internet orqali ulanganda o'chiramiz. Wi-Fi tarmog'i ulanganda o'chiramiz. Endi chiqib tekshirib ko'ramiz. Masalan, kanalga tekshirib ko'ramiz do'stlar. Mana birorta kanalga kirib ko'ramiz. Toshkent bozor misol uchun. Mana avtomatik ochilib ketmaydi. Agar haligi narsani mobil internet Wi-Fi uchun shunaqa narsalarni yoqmaganimizda yoqilgan turganida mana bunday rasmlar o'z-o'zidan ochilib ketaverardi. Men uni o'chirib qo'yganman. O'zimni qo'lim orqali anaqa qilaman. Ochib olaman. Xullas shunaqa. Agar videom yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying kanalimga va bir dona like tugmasini bosib keting. Hammaga rahmat, hammaga xayr.